Assalomu alaykum. Ocha sezoni boshlandi. Kompot sezoni boshlandi. Kompotni bankani quvalagan sezoni boshlandi. Qilish kerak, yeyish kerak qishda mazza qilib. Mana ayni paytida Alloh bergan olchalar bor. Mana zo'r pishib yotibdi. Nima foydalanish kerak bunaqa olchalardan, kompotlardan. Hozir yoz kunida tersiz, qish kunida mazza qilib bonkasini yeb, suv bilan ichib yeydigan qilgan payt hozir. Varennik olcha teryapman. 5-chelak. Mana olchalarni terib bo'lib 5-chelakda kompot tayyorlayapmiz. Mana o bankamiz tayyor, kompotimiz tayyor. Bugungi tergan olchamizdan shuncha chiqdi. 30 ta banka. Ana banka yopishda ham davom etyapmiz. Xudo xolasa yana bekyapmiz.